Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Anvarjon Abdullayev. Bugun mana oktyabrda 11-si bo'ldi. Biz salafan yopishlarni boshladik, mo'lchalarni. Hozir oldin ham bir ikkita video qo'yganman bu haqda. Koreyadagi holatini ham, O'zbekistonnikini ham yana obunachilarimiz so'rab beryapti. Yana bir qator eslatib qo'yamiz, ko'rsatib. Mana mo'lcha qilgandan keyin ozgina kallasi tashab turadi. Bu agatlarimizga 1,5 metrlik salafan 0,4 mikron. Qoraligi yaxshi bo'lishi kerak, shunda o't o'smaydi. Agar salpal xira salafan qo'ysangiz, yana begonadan o'sib ketib qoladi. Kallasini bir kun tashab turadi manaqa, suv berib, stressdan chiqarib olsangiz, yaxshi holat bo'lib qoladi, xudo xolasa. Mana opalarimiz astoydil chiroyli qilib chiqarishyapti. Mana sekin mana shunaqa qilib teshib chiqarib qo'yiladi. Mana yo'q joylarni ham teshib qo'yiladi. Keyin tanop bilan o'ziga ekib qo'ysa bo'laveradi mana bu yetilgan. Bir kun ikki kun sal kallasini tashab turadi, keyin o'g'lanib ketadi. Qisqasi shu ma'lumotimiz. Hozir mana bu yopilmagan holati, bu yopilgan holati. Ariqqa yetib kelish kerak. Biz ariqlarimiz agatlarimiz 1 metrdan 1,20 gacha olingan holatga qarab turib, shunga 1,5 metrlik salafan ikki tomoni kesilgan. Xolasiz 3 metr bo'ladiganda kessangiz ham bo'laveradi. Shunaqa holatda yopilish kerak. Ariqlarni ichida ham yopish kerak. Shunda namlikni anchalik robga qila olasiz. Atroflarni hali yopganimiz yo'q, tepasini yopib qo'ydik. Mana salafanimiz. Eski radiatorlarimizdan foydalanamiz. Tortishga tortishib turib yop ketishaveradi. Salafanlarimiz qalinligi 0,4 mikron. Kiloga 16 mingdan 19 minggacha bo'ladi. 1 kilosidan 20 metr salafan beradi. Shunda. Mana shundan hisoblarni chiqarib olsangiz bo'ladi. Mayli, ma'lumotlar yoqayotgan bo'lsa, like tayamaymiz. Tani joylar sog' bo'lsin. Alloh barakotli qilsin.